Mamlakatimiz qurolli kuchlari tashkil etilganining 34 yilligi hamda 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni Qashqadaryoda ham keng nishonlanyapti. Sana munosabati bilan viloyat markazidagi Motamsaro ona haykali poyiga gul qo'yish marosimi bo'lib o'tdi. Shundan so'ng harbiy orkestr sadolari ostida maydon to'rida joylashgan Motamsaro ona haykali poyiga viloyat hokimligi, viloyat mudofaa ishlari boshqarmasi, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar, davlat va jamoat tashkilotlari, yirik korxona va muassasalar, aholi vakillari tomonidan gulchambarlar qo'yildi. O'ziga xos salobat bilan o'tgan tadbir barchaga bayramona kayfiyat ulashdi. Vatan himoyachilari kuni mamlakatimizda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash, xalqimizning farovon hayoti uchun jonini tikkan insonlarni e'tirof etish imkoniyatidir. Bu nafaqat harbiylar uchun, balki yurt tinchlikni saqlashga hissa qo'shayotgan har bir vatandosh uchun ham qadrli bayramdir. Tantana barcha harbiylarimizga muborak bo'lsin.